birinchi marotaba kelganda bemorlarda qo'lida katta papka va shuni ichida har xil turdagi analizlar, retseptlar, davo muolajalari. Uchramagan doktor qolmadi. Kimga uchramasak, sen sog'lomsan, senda kasallik yo'q deb aytishadi, lekin biz qayta analizlarda topshiraveramiz, sog'lom chiqamiz, nima qilishni bilmayapmiz deb shikoyat qiladi. Tanadagi u-bu joyda og'riqlar, analiz topshirganimda sog'lom chiqaman deydi. Arterial bosim yuqori, yurak tez urishi, nafas qisilishi, nafas yetmasligi, uni orqasidan uyqu buzilishi, ko'p vaqt bosh og'riqlari, shunaqa shikoyatlar bilan bemorlar keladi va bizni choramiz qolmadi, bilmaymiz nima qilishimizni deb kelishadi yonimga. Mana shu holat nevroz turini vegetativ buzilishlar bilan kechishi holatini kuzatishimiz mumkin. Agar yuqori aytib o'tgan holatlarda o'zingizda kuzatsangiz, siz bemalol bizani klinikamizga tashlab, kerakli maslahat va muolajalarni olib berib olishingiz mumkin. Videoni o'z yaqinlaringiz bilan bo'lishishga esingizdan chiqmasin.